Assalomu alaykum hammaga. Kim mana shunaqangi chiroyli taga ishlab chiqarmoqchi bo'lsa, birinchi nima qilish kerak? Men shuni hozir birma-bir tushuntirib beraman. Video qiziqarli bo'lishi uchun videoni uzmasdan to'liq yoritib beraveramiz. Ko'chaga olib hop, bitta. Hozir sotuvimizga tayyorlanib turgan qoliplarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Hozir klientimiz yana zakazlarni yig'ib boryapti. O'zlari tanlashgan zakaz bo'yicha hammasi akkuratni qalin ham emas, yupqa ham emas, o'zini standarti bo'yicha quyilyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Hop, mana qoliplarimiz rangi. Buni qolip tushunadigan odam bittada bu rangni ko'rib, o'zi qanaqa sifatliligini bilib oladi. Mana shu qoliplarni olsalaring, sizlar ham mana shunaqangi taga ishlab chiqarsalar ham bo'ladi. Bizda yangi boshlamoqchi bo'lib, hali bu sohaga tushunmasdan qiziqib turgan odam bo'lsa, keling yaqinroq. Tez. Hop, bizda o'zimizda taga ishlab chiqarish teximiz, bu yerda shogirdlar ishlab chiqarishadi. Mana shu nima demoqchilar, обучение, o'rgatish hamma narsasi xizmati bor. Unga kelishaveramiz. Keyin hop, mana tashqariga qo'llangancha jamiki vitrinani ilib qo'yganmiz. Bu ilingan narsalar hammasi hozirgi kunda hadoy bo'lib turgan narsalar. O'sha internetda mashhur bo'lib turgan gullar. Keyin kechi yana bitta. Hop. Taga ishlab chiqarish uchun birinchi o'rinda kerak bo'ladigan bu narsa asosiysi qolip bo'ladi. Qoliplarimizni hozirgi kunda narxi $8 1 kilosi. Tushuncha bo'lish uchun mana shu qolipimiz, yangi qolipimiz, sotuvga tayyorlangan qolipimiz 8,5 kilogramm. Mana shu 8,5 kilogramm qolipimizni 1 kilo narxi $8 dan. 3 yil oldin ham, 4 yil oldin ham $8 dan sotganmiz. Hozirgi kunda ham $8 dan sotyapmiz. Narxi o'zgargani yo'q, bemalol telefon qilaverasizlar. Yangilik. Hozirgi kunda o'sha trendga patlarda hamma turlar mavjud. Bundan tashqari pat, karniz, gulli karniz, gulsiz karniz hammasidan mavjud. Tushunmaganlar uchun kelishsa o'rgatib qo'yilaveradi. Hozir mana ishda ko'rib turgan gullaringni to'liq rasmi Telegram kanalimiz silkasini mana shu video tagiga, opisiyaga tashlab qo'yamiz. O'tib ko'rib, bemalol kuzatib borishingiz mumkin. Tashqariga olib chiqing. Eng asosiy bizning sirimiz seriyoni biz ishlab chiqaradigan qoliplarni seriyasi katta ob'yomda tushirganimiz uchun narx-navo arzon keladi. Bizga klientlarga ham sotishimiz arzonroq bo'ladi. Shuning uchun narx-navo o'zgargani yo'q. $8 dan bu asli eng qimmat narsa. Buni qolipdan ham o'zi tushungan odam bildi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu rangni, mana shu seriyadan chiqib kelgan rang. Bu arzon seriya emas. Buni arzon turlari ham bor. Lekin mana qolip o'ta chiroyli bo'lgan. Yangi ish boshlaganlar yo shu ishda yurib, yangilik kerak bo'lgan, qolip kerak bo'lgan akalar, mana shu pastga telefon nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Telefon qilsalar, narx-navosini batafsil kelishib, zakaz qilib beraveramiz. Kuzatib boringlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bo'ldi.